Farzandi uchun gelik mashinasini eng zo'rini xohlaganlar uchun eng namoratchillik bo'lgan geliklardan bittasini havola qilamiz. Bu katta 2 kishilik 24 voltli monitorlari, bolani mustaqil haydash uchun gaz pedallari, pultlari, hattoki AMG poliklariga ega bu katta bahaybat gelikimiz yaqinda sotuvga keldi. Buni qizil, oq, yashil va qora ranglari savdoda mavjud. Original litsenziyalangan Daimler ruxsati bilan chiqadi. Mana poliklarni ham ko'rib turibsizlar. AMG yozuvlarigacha bor. Monitorlari ishlaydi, sensorli bo'ladi. Multfilmlar, hattoki muzikalarni ham shunaqa qo'ysa bo'ladi. Ko'rayotganinglardek, juda ham yaxshi mashina, sifatli mashina. Pultdan ishlayotganda bolani o'zi hayda olmaslik imkoniyatlari, bola haydayotganda pultdan yurmaslik imkoniyatlari, bola pedalni bosganda pedalni ovozi chiqish imkoniyatlari bor. Juda ham yaxshi mashina. O'zimizlarni yaqinlarga ham tavsiya qilamiz. Sizlarga ham shu mashinadan tavsiya qilib qolamiz. Buyurtma qilinglar.